Assalomu alaykum. Avvalambor. Ismim Nuriddinov Dilshod. O'g'lim Suhrobjon Sharifjonov. Namangandan keldik. Bundan taxminan 6 yil oldin og'zini baxtsiz qoldi tufayli o'g'limiz kuyib qolgandi. Qo'l sohasida, asosan bosh sohasida kuyishlar qattiq bo'lgan edi. Biz shu masalada Imkoniyat klinikasiga murojaat qildik. Bu yerda shifokorimiz Po'lat aka Temirov bizga ancha ko'rsatmalarni berdilar. Bundan 1-2 yil oldin barmoqlar orasidagi kamchiliklarni to'g'rilab bergandilar. Mana 3 oy oldin o'g'limning boshida o'ng tomonida kuyish natijasida soch yo'q edi. 3 oy oldin mana ekspander qo'ydik, ya'ni ballonchi qo'ydik. Doimo o'zlari Po'lat aka Temirov nazorat qilib turdilar va yaqinda 1 hafta oldin operatsiyani o'tkazdik. Operatsiyadan chiqdik, Xudoga shukr, zo'r. Mana endi qatnashni boshladik. Po'lat akaga va ularning komandalariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Imkoniyat klinikasiga ham kattakon rahmat.